xodimlarni ishdan bo'shatish, ularni ish haqini qisqartirish yoki yangi narsaga o'rganishdan qo'rqish bu avtomatlashtirish loyihalaridagi asosiy qo'rquvlardan va bu hammasi emas. Assalomu alaykum. Siz bilan Shuhrat Saidov. Siz biznesni avtomatlashtirish haqidagi kanalimizdasiz. Bugun siz bilan avtomatlashtirish bo'yicha loyihalardagi rahbarlar va xodimlarni qo'rquvlari haqida gaplashamiz. Avvalo bo'lim rahbarlarining qo'rquvlari haqida gaplashamiz. Birinchi qo'rquv bu nazoratni yo'qotish. Ko'pchilik rahbarlar o'zini Excel'dagi programmasini tuzib olgan. Shunchalik yiqqan ma'lumotlarimni yo'qotib qo'yaman yoki men nazoratni yo'qotib qo'yaman deb qo'rqadi. Yangi tizimga o'tgan paytda ma'lumotlarim butunlay o'zgarib ketadi, uni to'g'ri boshqara olmay qolaman deb qo'rqadi. Masalan, bitta mijozimiz bitta ishlab chiqarishda Excel faylda 100 talab kolonkalar va boshqa juda ham ko'p ma'lumotlarni bitta Excel faylda shakllantirgan. 1 yillik ishlab chiqarishni butunlay tarixini Excel faylda nazorat qiladigan darajada fayl yaratgan va har bitta modulni, har bitta polufabrikat, har bitta materialni divizeniyasi, harakatini shu fayl orqali kontrol qilib o'tirgan. Lekin bu Excel faylni faqatgina shu odam, shu xodim tushungan, shu rahbar. Agar yangi tizim joriy qilinsa, bu instrumentdan ayirib qolishidan qo'rqardi va nazoratni yo'qotib qo'yishdan qo'rqardi. Ikkinchi qo'rquv bu hokimiyatni yo'qotish. Ko'pchilik rahbarlar, bo'lim rahbarlari yagona qaror qabul qiluvchi bo'lib qolgan. O'zi ishga oladi, ishdan bo'shatadi va boshqa asosiy qarorlarni o'zi qabul qiladi. Qancha kam shaffoflik bo'lsa, u rahbar uchun juda ham qulay. Yangi yagona boshqariladigan tizim kirib keladigan bo'lsa, u rahbar uchun qanaqadir qo'rquv, nazoratni yo'qotadi, hokimiyatni yo'qotadi va uni o'zi qaror qabul qila olmay qoladi, потому что markazlashgan yagona tizim orqali qaror qabul qiladigan bo'ladi. Odatda bunaqa rahbarlar toza ishlamaydigan rahbarlar, shuning uchun ham o'zini nimasidan qo'rqadi bular. O'zini ochilib qolishidan, fosh bo'lishidan qo'rqadi. Rahbarlarning uchinchi qo'rquvi bu korrupsiya va o'g'irlik. Kompaniyada jarayonlarni shaffof emasligidan ko'p rahbarlar sxemalar qilib tashlaydi. Korrupsion sxemalar, zakup qilayotganda, xarid qilayotganda har xil atkatlar yoki mертвый dushalarni ishga qabul qilib yoki nomini yozib qo'yib oylik olishlar yoki boshqa har xil ko'p, juda ham ko'p sxemalar qilib tashlashgan bo'ladi. Agar yangi sistema kirib kelsa, ularni butunlay sxemalari ochilib qolishidan qo'rqadi, shaffoflikdan butunlay qo'rqadi. To'rtinchi qo'rquv bu ish o'rnini yo'qotib qo'yishdan qo'rqishadi. Nimaga? Chunki ko'pchilik ishchilar faqatgina Excel'larda qanaqadir jadvallar, otchotlar, hisobotlar tayyorlab o'tiradi. Ularni agar yangi tizim kirib kelsa, ularni o'rniga tizimni o'zi bitta nuqta, bitta knopka orqali tayyor otchot qilib beradigan yoki hisobot qilib beradigan bo'lib qolsa, ular o'z o'rnini yo'qotishdan qo'rqadi. Bunaqa rahbarlar. Rahbarlarning yana bitta qo'rquvi, 5-qo'rquv bu rahbarlar xodimlarni, oddiy xodimlarni sabotajidan qo'rqadi. Ular sabotaj qiladi, qarshilik qiladi. Shuning uchun yangi tizim qila olmaymiz, yangi tizimni tez boshlay olmaymiz deb qo'rqishadi. Endi oddiy xodimlarning qo'rquviga kelsak, birinchi qo'rquv bu ortiqcha nazorat. Masalan, CRM joriy qilinsa, qo'ng'iroq qilmasam meni jazolashadi. Meni har bitta harakatimni kontrol qilishi, nazorat qilishni boshlashadi deb yangi tizim joriy qilishidan qo'rqishadi. Aslida esa tizim avtomatlashtirish bu xodimni nazorat qilish emas, ishni sifatini yaxshilash, ishni sifatini nazorat qilish uchun quriladi. Ikkinchi qo'rquv bu befoyda ish. CRM joriy qilinsa, xodimlar ko'proq ish qilamanman, bekorga juda ham ko'p ma'lumotlarni tizimga kiritishim kerak. Klient haqida har xil yana qo'shimcha ma'lumotlarni kiritishim kerak, sabablarini kiritishim kerak yoki boshqa narsalarni kiritishim kerak deb o'ylaydi. Xodim uchun bu ortiqcha ishga o'xshab ko'rinadi, lekin amalda bu ma'lumotlar kompaniyani strategiyasi uchun juda ham muhim. Klientlarni, leadlarni segmentatsiya qilish uchun kerak va ularni har bitta harakatini, har bitta ular bilan qilingan ishlarni tahlil qilish uchun kerak. Uchinchi qo'rquv, xodimlar meni kompyuterlar almashtiradi. Ya'ni kompyuterlar
tizimlar avtomatlashgan nimalar kelsa, men ish o'rnimni yo'qotaman deb qo'rqishadi. Oddiy ishchilar ham shunaqa qo'rqishadi. Bu aslida agar u xodim faqatgina jadvallar, qog'ozlarda jadvallardan qanaqadir haftalab o'tirib, oylab o'tirib hisobotlar tayyorlayotgan bo'lsa, u haqiqatan ham bu aniq qo'rquv, bu xodim ish o'rnini yo'qotadi. Lekin qiymat yaratadigan xodim bo'lsa, boshqa qanaqadir kompaniya uchun foydali xodim bo'lsa, u o'rnini yo'qotmaydi. Bitta qiziq kes haqida gapirib beraman. Bitta kompaniyada juda ham kuchli menejer bor ekan, sotuv menejeri. Juda ham rekord sotuvlar qilgan, lekin bir kun ishdan bo'shagan, o'rniga boshqa xodim kelgan, eski mijoz telefon qilib qolgan. Qo'ng'iroq qilib, har doimgidekmi 40% naqd, qolgan 15% kartagami? Shunda aniq ochilib qolgan eski xodimni kirdikori. Har doim, значит, bu xodim bu mijozdan 15% ni o'zini kartasiga tushirib o'tirgan. Shuning uchun ham ba'zi bir xodimlar tizim bo'lishidan qo'rqadi. Oddiy xodimlarning 4-qo'rquvi bu men tushunmayman, men o'rgana olmayman. Ayniqsa katta yoshdagi xodimlar bo'lsa, ular yangi tizimni o'rganish juda ham qiyin. Bu juda ham qiyin narsa, qiyin programma deb o'ylashadi. Aslida yangi tizimga o'rgatish, bitta blokni, bitta o'zini ishlaydigan qismini o'rgatish unaqa qiyin bo'lmaydi. Meni o'zimning praktikamda 62 yashar ayolni, o'zi pensiyadagi ayolni yangi tizimga o'tkazib, yangi tizimni o'rgatganmiz bitta loyihada. Bu qo'rquvlarni qanday yengish mumkin? Birinchi navbatda loyihadan oldin kompaniya, korxona, xodimlar loyihaga tayyorligini audit qilish kerak, diagnostika qilish kerak. Va shu loyihada motivatsiya olib ishlashi uchun biza motivatsion profillarni, KPI'larni, boshqalarni qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Xodimlar bilan kelishib olishimiz kerak. Hammaga buni tushuntirish kerak. Bu loyiha integrator uchun emas, biz uchun ko'proq kerakligi, bizning korxonamiz uchun ko'proq kerakligini. Yana bitta asosiy muhim narsa bu qo'rquvlarni yengish uchun rahbarni qat'iyligi. Rahbar qat'iy menejment, qat'iy boshqaruv yuritmasa, iltimos bilan yoki so'rash bilan qiladigan bo'lsa, bu loyiha muvaffaqiyatli yakunlanmasligi mumkin. Rahbar qat'iy bo'lishi kerak. Mana shu bo'lishi kerak deb va rahbar o'zi ishonish kerak. Shu nimani, loyihani muvaffaqiyatli bo'lishiga ishonib, bu loyiha, bu dastur yoki tizim aniq kompaniya uchun foydaliligiga birinchi bo'lib rahbar ishonish kerak. Agar rahbarda shubha bo'lsa, jamoa panikada qoladi va sabotaj qiladi. Bu loyiha muvaffaqiyatli bo'lishi juda ham qiyin. Korxonangizni yangi etapga, yangi urovenga olib chiqish uchun transformatsiya loyihalarida sizga yordam berishga tayyormiz. Kanalimizga obuna bo'ling va like tugmasini bosib qo'yishni esdan chiqarmang.